Glavvrach qayerda o'tiradi? Yo'qda. Rahmat. Sapo, meni uni qo'rqitmagan. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshimisan? Men gaplashdim glavvrach bilan. O'zim yoningdaman. Mening doktor. Sizga xush xabarim bor. Ayolingiz homiladorlar. Endi ularni juda ham ehtiyot qilishingiz kerak. Tabriklayman. Sapo, har bir ishda o'zini hikmati bor deyshadi-yu, bekorga yetishmas ekan. Sen homilador ekansan. Yaqinda ona bo'lasan, onasi. Men ota bo'laman, ota. Har doim endi birga bo'lamiz. Nima? Ona bo'lamanmi? Voy. Qanchalar kutgan edim bu kunni. Men sen yoningda bo'laman endi. Tort qo'lingni. Yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Ko'rish xolamayman seni. Yo'qol dedim. To'xta. Men yaxshilab o'ylab ko'ray. Men o'zimga kelay. Asalcham, sen homiladorsan. Senga siqilish mumkin emas, bolamizga zarar bo'ladi. Qatga ketaman, har doim yoningda qolaman, bilasan-ku. Boshqa unaqa ishlar bo'lmaydi endi.